Bitta kecha primoy efir qilganimda Malibu'ni 1.5 dan so'raganlar juda ko'p bo'ldi mana. Sizlarga 1.5 turbina motor, mashina benzinda ekan. Sostoyaniysi yaxshi turibdi. Chaqqa chuqqalari. Kraskasi bormi aka? Bitta orqa kriloda bor. Bormi? Da. Malonskiy holatini. O'zi salonni ichini yab ichida bilasizmi? Akkuratni odamlar biladi. Birov bilan gaplashib qo'ymang, mikrofon sizda turibdi. Ikkinchisi. Foyda jo'ningdan. Hozir buni savdolashamiz. Bosib o'tgan masofasi qancha aka? 39 ming. 39 ming o'ziniki. O'ziniki. Yaxshi. 39 mingga javob berib turibdi sostoyaniysiz. Yomon emas. Qani? Zapasga tushmagan. 39 ming yurgan, 1.5. Zo'r. Narxini bo'yi 20 ming dedilar-da. Biz savdo qilamiz. Aka, sal yorilibdimi orqasi? Stopdi, yo'qdi. Qaysi krilosida bor? Orqa kriloda shofer tomon. U tomonda. Qolgan joyda yo'q. Yo'q, qolgan joyi yo'q. Probegi 100% o'ziniki, aka. Oq. 20 mi, 9 mi? 20 yili oxirgilaridan. Stop ma'lumotmi? Hisob ma'lum. Bir qo'l. Qancha qo'yib beray? Ismingiz nima edi? Otabek. Otabek aka. Tog'amning ismi ham Otabek. Nechta pul qo'yay aka? Ha, endi 20 ming deyapmiz. Kelishtirib beramiz. 18 mingga qo'ydim, nomer telefoningizni ayting. 8 ming emas, qancha bir 19 larga qo'ysangiz. 19 dan tushing aka qo'yaman. Oxirgi narx. Shu qarang. Ammangiz o'g'li kelsa ham tushmang. Oxirgi narxi. Savdosi yo'q deng. Kim telefon qilsa, "Ey, savdosi yo'q, eng oxirini qo'ydim" deysiz. 18.800 bo'lsa oxiri aka beramiz. 18.800 qo'yamiz. Karistadan yana telefon bo'lsa agar, xayriga bironini o'tasiz. Bo'ladimi? Nomer telefoningizni ayting. 91lik 524 524 00 00 03. 03 mana. 1.5 turbina 18.800 ga qo'ydi. Yana siz bironini so'rang, xo'pmi? Bitta like bosib sog' bo'lingizlar.